Savol. Assalomu alaykum ustoz. Kichik bolalarga kichkidan Allohning hurmatli uyi bo'lgan Ka'baning muhabbatini va haj ibodatining muhabbatini singdirish uchun har xil qog'ozlardan foydalanib Ka'baning modelini yasab berish to'g'rimi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Islom farzlarini va ahkamlarini cho'ng va kichiklarga o'rgatish uchun Ka'ba modelini yasash masalasida olimlarning qarashlari birdek bo'lmagan. Bir qism olimlar bundaq qilishning bolalarning ashu modelni Ka'ba deb tushunib qilish va tabarruk bo'lishdek ba'zi bir ziyonli tarafi bor deb qarab buni cheklagan va silliq ko'rinishlardan foydalanishni tavsiya qilgan. Yana bir qism olimlar bu foydali o'g'itish vositasi, buningdagi niyatmi o'g'itish niyati, savobdan iborat ibodat niyati emas. Ham o'quvchilarmi bu modelni Ka'ba deb o'ylab qolmaydi deb qarab bunga ruxsat qilgan. Meningcha keyingi qarash to'g'riroq. Shunlashqa hajga yoki umrga boradigan cho'nglarmi Ka'baning jimi ahvolini bilib olish uchun vaqtli Ka'ba modelidan foydalanib o'rganib borsa bo'ladi. Uning o'rniga eng yangi silliq ko'rinishlardan foydalansa, hamma olimlarning nazarida birdek to'g'ri bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.